Olib keling. Qovurg'alarim sinib ketgan, lekin bundan-da og'ir holatga keldik. Videoni oxirigacha ko'ring. Menga ko'tarish o'zi mumkin emas. Hechcha oldik. Yengilroqni bering, meva mana. Mevani ham olaymi, olasiz. Hammasini olib olasizmi? Biz yuramiz. Do'stlar, doktor ozgina yurishlikka ruxsat bergan edi. Shu ozgina vaqtdan bo'lsa ham unumli foydalanaylik dedik. Assalomu alaykum. Voy shirin bolalar. Voy asal bolalar. Qani qizim? Assalomu alaykum. Charchamasdan. Bardamisiz? Kelyapsizmi aka? Mana sekin o'rnashib olaman qani. Bemalol. Keling, dadashim. Ayting qana sharoit qilyapsiz. Yo'q, eshitdim. Mana sizga Rahmat. bananlardan bering. Rahmat degan. Mana. Kasih, mana. Otingiz nima? Qani kelingchi. Voy. Ismingiz nima? Muhammad Ziyo. Necha yoshdasiz? Yetti. Maktabga kirdingizmi? A'lo baholarga o'qiyapsizmi? Barakalla. Sizga shirinliklar olib keldik, sizni ko'rgani keldik. Rahmat. Yaxshi o'qib, zo'r bola bo'lasiz. Ay mashalloh. Shirinligini qarang bu go'daklarda. Aka, yaxshi yotibsizmi? Rahmat. Xudoga shukr. Aka, nima bemorlik? Shu kichcha buni cho'tta orasida yaralar bo'lib, sovuq o'tib, shamollab ketganman-da, hali sovuqda ishlab. Nima ish qilasiz? Go'rkovman qabristonlarda. Mana shu Marg'ilonimiz qabristonlarga go'rkovlik qilaman. Xudoga shukr, yaxshi. Endi u sabab emas. Uni deb bo'ldi demayman-ku. Endi ko'payib ketib qolibdi. Gemoroy oldirdim. O cho'tta orasidagi yaralar bor. Ularga hozir ham dori qo'ydilar. Operatsiya bo'ldingiz deb Bo'ldim. Xudoga shukr, operatsiyadan chiqdik. Endi jichchashi yana bir 6 oymi, 3 oymi yotish kerak. Hozirda ishlayman desangiz ishlay olmaysiz. Ishlayapman. Ikkita farzandingiz. Va'da svet, gaz, bolalarim. Endi Allohga shukr. Nolimayman. Yaxshi, mana sizlardaqa insonlar O'zi bor. aslida biz boquvchisi yo'qlarga deb sarlavha qilgan edik. Endi operatsiya bo'libsiz. Rahmat. Yosh go'daklaringiz bor ekan. Xalqimizning xizmatida ekansiz. Rahmat. Oz bo'lsa-da xabar olib ketaylik dedik. Tanjoning sog' bo'lsin. Hozir bolajonlar xursandligini qarang. O'shani ayting, juda xush bo'ldi. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Tanijoning sog' bo'lsin. Bizga berilgan shuzicha omonat ham bor edi. Alloh rozi bo'lsin aka. Shundan sizga beraylik aka. Rahmat. Mana 5 million aka. Rahmat aka. Zakotdan berishgan edi. Parvardigor duo qilamiz. Bergan ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Hammani tanijonlarni sog' qilib, Parvardigor yana oyoqlarga turib, o'sha bergan insonlar hammalarni tanijon sog' qilib, yana el xizmatida bo'lib, chiroyli bo'lib yuraveraylik. Hammamiz sizni ham tanijoningiz sog' bo'lsin aka. Shunchalik Alloh sababchi qilib sizni jo'natdi. Parvardigor o'zing bittasan arhamar rohim. Allohu akbar. Salomat bo'linglar aka. Sog' bo'ling. Alloh rozi bo'lsin. Iloyim. Hozir svet ko'ringlarchi desam 4000 pul qolibdi dedi. Svetingizmi? Uni ham hali orsichalik qilyapti, to'g'risalik o'ylanib doktorcha go'shtlarni asesiz etingiz bitadi deganiga uni ham o'ylanib hali qaynatma ichish kerak ekanda, o'zi yotsiz yotaverar ekansiz. Hozir nima qilishni bilmay, yaxshi ayolim yaxshi, Xudoga shukr. Bechora chidaydi qattiq non yesa ham. Mashalloh. Hali Shunaqa aytmaydi. Shunaqa sabrli ayollarimiz ko'paysin. Hozir o'ylab qarang Xudoyimni. SMS-lar ko'rdingizmi yozganim? Xudo bunday qaradim-ku, ko'p ko'raman deydi Instagramda. Dilimga soldi-da ba'zi. Kasalman desalar ham bir tomondan uyalyapman, bir tomondan aka o'zingiz keling deyapman-da. Qarang, bemor odamga shunaqa deyman. Imkoniyatingiz yo'qligidan. Yo'q-da, jon aka, qilishdi. Operatsiyalarga opalarim, jigarlarim qilishdi, ular ham mashaq qilyapti. Hali endi nimada? O'sha o'rta hol o'zimizdaqa kirchimon insonlarda qilishmadi, bas qilishdi. Kecha
Bechora opam baliqqa borgan ekan, chicha olib kelibdi. Hammamizga bir bo'laydan qarang, og'zi tegsin shuni ham. Butun ololmabdi, olib kelibdi. Alloh ehsonlaringizni dargohida qabul qilsin aka. Ilohim. Xursand bo'ldim. Siz Ilohim. ham toliqyapsiz ekan-a? Aka, biz sizni ko'rdik. Kuch-quvvat bersin Omma aka. Duo Ilohim. qilaman, to'g'risi. Salomat bo'ling, ilohim. Ko'p gapirsam shu og'riq bor-da chicha. Ikkovimiz ham, menda ham og'riq, sizda ham O'sha og'riq anulika ekan. plastrlar tortadi. Og'ir akambizda hozir juda operatsiya holatlari, yana bir qancha bir dard ustida turibdi ekanlar. Do'stlar, Alloh taolo shunaqa taqsimot qilibdi, shunaqa sinov beribdi. Lekin go'daklari uchun hozir shu sharoitlarini biz to'g'risi eshitganimizdan keyin kelishga majbur bo'ldik. Katta rahmat aka. Siz Ilohim. ham shunchalik kasal holatingizda keldingiz. Salomat Alloh- bo'ling, ilohim. Alloh salomat Meni qilsin. tuman qilib bersin aka. Ilohim. Farzandlaringiz rohatini ko'ring. Ilohim, shu ehson qilayotganlar, shu Ilohim. bizni kuzatib turganlar. Hammaga. Qarang, akamiz shu bolajonlarni xursandligini qarang, u qarang. Ana. Qanaqa xursand, mashalloh bolalar. Shunga xursand bo'ldim deganlar, bitta like bosib, kommentariyada bitta duo qilib qo'ying. Xo'sh, shu go'daklarning xursandchiligiga endi bilmayman. Bu hammamiz Men o'zim nima maza qildim. bo'lsa kerak, to'g'risida. Gaplarim ham to'g'risimi og'riq ustida. Qolmay qolyapman, lekin shu go'daklarda bir xursandchiligi uchun bitta like bosib, kommentariyada yozib qo'ying. Ular ham kelajakda katta ishlar qilib, xalqimizga, vatanimizga bir foydasi tegadigan shunaqa farzandlar bo'lsin. Sizga o'xshagan bo'lishsin. Mashallah. Qara, yozib olyapsanmi Ali? Ay, mashalloh. Qanijoningiz sog' bo'lsin aka. Sog' bo'ling aka. Alloh rozi bo'lsin aka, keling bitta so'rashib qo'yay jon aka. To'g'risali anchadan beri kuzataman-ku. Rahmat sizga. Siz bilan bunday yuz-yuz gaplashaman dedim. Rahmat. Bular ham bir bo'ldi, siz bilan ko'rishish ham bir bo'ldi. Chunki Sog' bo'ling. ya ko'p hali qiynalgan odamga yordam qilganda, tabassumiga sababchi bo'lgan insonda. Xizmatkorimiz. Omma rahmat Hammasi aka. Allohdan. Do'stlar, Rahmat. hatto svetlarini puliga ham o'tishga 4000 so'm qo'ygan ekan. O'n qaring jon. Alloh yetkazib qo'ysin. Hozir ham tushirtiramiz. Ha, shu 5 million kamlaringizga, dorilaringizga ishlatib turasiz. Parvardigor tanajoningiz sog' qilsin. Alloh shunchalik ovora bo'lib, bular ham hammalari kelishibdi. Farzandlarning rohatini ko'rib, ota-onalari bilan Alloh o'zini baytlarini ziyorat qilishini hammalariga nasib ro'za aylasin. Ehson berganlarda duo qilib turing. Tanijoni sog' bo'lsin. O'rnini Alloh taolo to'ldirib, bundan ham katta zakotga qodirlar qilsin. Amin. Omonatlaringiz shunday joylarga kelyapti. Duoda biz. Omon Rahmat bo'linglar. katta.